Mana shu fayzli uyimizga nech pul bergan bo'lardinglar, qadrdonlar? Mana qaranglar, sharoitlarni lekin boplab qo'yishibdi-da, hovlisida daraxtlar, mevali. Imoratimiz shu 2007-yilda qurilgan ekan, lekin ichkaridagi sharoitlar вообще dodi. Kelinglar endi kiruvishdan boshlab ko'rib chiqamiz. Kiruvirish darvozaxonamiz, uyimiz burchak uglovoyda bo'lyapti. Mana bu joyiga maza qildim-da. Mana qaranglar, naveslar qilib qo'yishgan ekan-da. Bolalarga anu bastellar bo'ladi-yu, mana masjidga qo'yib berishar ekan. Undan tashqari qanaqadir yig'inlar, to'y hashamlar bo'lsa ham yozda stullarni ham qo'yib qo'yaverishar ekan. O'zi bu umumiy 13 sotixli xonadonimiz. Bundan 5 sotixi sotilyapti. Aynan eng shikalat burchak joyi. Mana masjiddan bitta devor olinadi, bu yog'i imoratlari bilan sizlarga qoladi. Endi bu tarafdan imoratga kirganimizda kattagina hol bizani kutib oladi. Undan tashqari mebel texnikalari bilan oshxonamiz joylashgan va uni yonginasida bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, zo'r tarafi ikkita mehmonxona, bittasi ayollarga, bittasi erkaklarga va bu yoqda yotoqxonalarimiz sanuzillari bilan birgalikda bo'lyapti. Umumiy hisobda uyimizda 9 ta xona bor, oshxonalari bilan hisoblaganda. Hop endi qayerda ekan deyotgan bo'lsanglar, tashqaridan bitta ko'ramiz. Men manzillarni ham aytaman, ketdi. Uyimizdan tashqari tarafdan ko'rishingiz mumkin. O'rtoqlar, oldida katta agrotlar bor ekan, lekin dodda qilib qurilgan imorat. Qaranglar, hozirgi paytda maza qilib olib yashaladigan uy ekanda. Burchak joy bo'lyapti. Mana bu yoq tarafida agrot, bu yoq tarafida agrot, bu yoq fasad 20 metr, mana bu yoq asosiy oldi 25 metr. Ko'chalarni ko'rasizlar, asfalt qilingan, sentralniy kanalizatsiya, suv, svet, gazdan muammo yo'q deyishyapti. Manzil Zangeti tumani raycentr bo'lyapti. Mana masjiddan raycentr o'sha guzarigacha taxminan 200 plus minus 250 metr uzoqlikda bo'lyapti. O'rtoqlar, nech pul bergan bo'lardinglar? Izohlarda yozib qoldiringlar, qiziqqanlar pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, lekin uy haqiqatda zo'r ekan. Bozorchi akalarga bu videoni yuborib qo'ysanglar foydali bo'ladi. Bilasizlar, Korzinka do'koni eng zo'r lokatsiyalardan joy olishadi. Uchtepa tumani 23-kvartalga kelganmiz. Korzinka ochilgan bu yoqda. Shirin chorrahasiga chiqarish bu yoq tarafimiz, bu yoqdan bo'lsa Farxatskiga ketamiz. Mana shu Korzinkani tepasida 2-3 qavatlarda hozir arendaga joy chiqyapti. Bu joyimizning orqa tarafida ham yana alohida zdaniyalar bor. O'quv markazlari, qanaqadir fitness klublar olib ish boshlayman degan akalar, bitta ko'ringlar, narxini ham zo'r qilib chiqarib qo'yganmiz. Xo'p, bu yoq tarafdan mana katta darvozani ko'ryapsizlarmi? Hovliga kirsak bo'ladi. Parkovkalardan umuman muammo yo'q. Ichkarini ko'ramiz, ketdi. Bu mana hovlimiz, o'rtoqlar. Mana bunaqa katta joy bor mashina qo'yish uchun. Bemalol agar bu yoqni o'quv markazi yoki qanaqadir klinika qilinadigan bo'lsa ham mijozlar kelib masjiddan bemalol mashinasini qo'yib foydalansa bo'ladi. Korzinkaga ham bu yoq orqa ko'cha tarafdan ham joy qilib berishgan ekan, sababi bu yoq yon tarafimizda ham ko'chalar bor ekan. Endi ketdi, yana ichkariga kiramiz. Mana bu o'rtoqlar oldi tarafdagi Korzinkani tepasi bo'ladi. Katta yaxlit joy, o'zingizlar xohlagan biznesingizga moslab turib ta'mirlab olsanglar bo'ladi. Har bir qavatimiz 900 kvadratdan, ikkinchi plus 3-qavati bor. Endi bu yoq tarafdan mana boya aytganimdek alohida turgan zdaniya, bu zdaniyamiz yer to'lasi 1-2 qavatlar bilan 1800 kvadrat metr kattalikda. Mana boya aytganimdek, u nariyoq tarafda katta darvozasi bor, u yoq tarafdan ham kirib kelish, kattagina keng hovlisi. Bu yoq klinikalar uchun olinadigan bo'lsa ham zo'r bo'ladi. Har bir kvadratiga arendaga $10 so'rashyapti. Endi tepasida kelib uzoq muddatga do'gur qilsanglar, yana albatta bemalol kelishaverasizlar. Bilasizlar, har doim joy egalarining nomerlari video ostida aloqaga chiqaverasizlar. Bu videoni mana shunaqa shahar markaz zo'r joylardan arendaga joy qidirayotgan aka-ukalarga, gruppalarga sekin yuborib qo'ysanglar foydali bo'ladi. Bunaqa ish qilishni hech kimga tavsiya qilmayman, o'rtoqlar. Men o'zim birinchi marta sinab ko'rmoqchiman. Elektromobilni ko'ti qani qanchalik buriladi. Hozir ko'ramiz. Ketdi. Xullas, ashi boshqacha adrenalin bo'ldi. Mana endi joy bor-ku, shunaqa kraska bo'lganiga, bu yoqda men prosta gazni o'zini bosganimning o'ziga mashina aylandi. Bizga kelgan joy mana katta angar. Fiya bozori ko'pchilik biladi. Ko'pchilik O'rizor, mana bozorlarda savdo qiladigan akalarimiz masjidlardan katta-katta skladlar qilib qo'yishgan. Xullas, mana shu joy arendaga berilyapti. Sizlar ko'rayotgan joyinglarning kengligi 30 metrdan oshiq ekan, uzunligi 61 metrdan. Umumiy mana shu joyi kvadrati 1860 kvadrat metr kattalikda. Hozir hovlidan kirib-kirishlar qanaqa, hammasini ko'ramiz. Men nech pulga arendaga berilayotganini ham aytib o'taman. Ketdi. Akalar, bu joyimizda betonkadan 150 metr uzoqlikda shundoqqina tiya bozori yonginasi bo'lyapti. Mana kirib kelishni ko'rdinglar.
bemalol katta fura yuk mashinalari sig'arkan. Mana shu hovlimizgacha bemalol kiradi. Mana bu yoqda ham katta yuk mashinalari turibdi. Ko'rasizlar, tepalar bor, hamma sharoitlar ideal holatda. Umumiy o'zi bu yoqda arendaga berilayotgan joyimizda 3,5 ming kvadratdan oshuv ekan. Oldi tarafda qorovul xonalar, sizlarga ko'rsatganimiz 1800 kvadratdan oshuv. Mana bu o'rtada eng kattasi bo'ldi. Buni yonginasida yana mayda-maydalari ham bor va bu yoq tarafda ham yana alohida angarlari, plus mana tepasida ofisnoy xonalar bor. Kvadratiga necha pul endi arendaga berilayotgan ekan desanglar, 65 ming so'mdan har bir kvadratiga so'rashyapti. Bilasizlar, har doim joyi egalarini, nomerlarini video ostida qoldiramiz. Bemalol telefon qilib tepasida kelib ko'raverasizlar. Bu videoni mana shunaqa bozorda savdo qiladigan, katta sklatlar qiladigan, $1,000,000 оборот yuradigan okalarga yorib qo'yinglar. 115 ming dollarga 2,5 sotixli mana shu uyimizga nima deysizlar o'rtoqlar? Kelinglar, kiraverishdan boshlab ko'rib chiqamiz. Darvozaxona kiraverish, avtomat darvozalar qilingan, naveslarni qaranglar, baqvat qilingan ekan, o'rtadan kiraverish eshik, bu yoqda kommunikatsiyalar qoldirib ketilgan, yozgi oshxonalar asosiy bo'ladi. Hovlimizdan bu yoq burchagida ikkita xona qilingan ekan, bittasi kladovka, bittasi hojatxona va bu tarafda mana yashil hududlarni ko'rsak bo'ladi. Imoratimiz 2 qavatli, 200 kvadrat metr kattalikda. Endi ichkaridan planirovkalarni ko'rib chiqamiz. Hop, kiraverish kattagina keng mana shunaqa hol bilan boshlanyapti. Endi divanli zona, stol zona qilib foydalansak bo'ladi. Endi bu tarafda ayollarimiz uchun mo'ljallangan mana shunaqa keng oshxonani ko'ramiz. Elektrika, santexnika, gipskardon, hamma narsa katyollargacha tayyor qilib qo'yilgan. Bu tarafda mehmonlarimiz uchun mo'ljallangan kattagina keng mehmonxonani ko'radigan bo'lsak, buni yonginasida umumiy sanuzul joylashgan va buni yonginasida ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, orqa tarafda ham havo aylanishga joy qoldirilgan. Bu yotoqxonani o'zini ichida sanuzullari bilan birgalikda bo'lyapti. Ikkinchi qavatimizda 4 ta xona bor. O'ng tarafdan davom etarkanmiz. Birinchi bu bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda. Buni yonginasida umumiy sanuzul joylashgan va buni yonida ikkinchi bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Zinadan chiqqanimizda chap tarafda navbatdagi xonamiz. Buni xohlaganlar yotoqxona, xohlaganlar mehmonxona qilib ham foydalansa bo'ladi. Endi bu yoqda mana yo'lagimiz, bu tarafdan balkonga chiqsak bo'ladi va bu ikkinchi qavatimizdagi eng oxirgi 4-xona. Ichlari ko'rayotganingizdek gipskardon, elektrika, suvola qilib qo'yilgan, kosmetikaga tayyor holatda chiroyli qilib bitqizib olsanglar ham menimcha juda zo'r uy bo'ladi. O'rtoqlar, manzil Yangi Toshkent tumani Ikotada joylashgan, $115 ming chiqyapti. Tepasida kelib savdo qilib baraka qilaverasizlar. $85 ming o'rtoqlar 79 kvadrat metr kattalikda 3 xonali mana shu eksklyuziv ta'mirdan chiqarilgan kvartira chiqyapti. Mana remontlarni qaranglar, okamizni pulni ayamasdan tiqoribdilar. Biz hozir mana shunaqa mehmonxonasini ko'ryapmiz. Har bitta xonada konditsionerli, divanli, texnikalarning eng zo'rlari. Bu yoqda shunaqa planirovka qilingan ekan. Mana eshikdan kirganimizda bitta bolalar uchun alohida yotoqxona va bu yoqda yana eshik, kladovka xona qilib ham buni foydalanishayotgan ekan. Endi kelinglar, men sizlarga yo'lakdan tushuntirib beraman. Xo'p, bu yoqda mana asosiy kiraverish eshigimizda chiroyli garderoblar yasalgan, patologlarga e'tibor beringlar. Mana bunaqa kartinalargacha. Mana shu holatda hech narsa olib chiqib ketilmaydi, hamma narsa sizlarga qoldiriladi. Marhamat, bu yoqdan oshxonani ko'radigan bo'lsak, mana bu tarafda ham mana konditsionerlar, dekorativ panellar, bu yoqda ovqatlanish uchun stullar, bu tarafdan balkonga chiqsak bo'ladi. Mebellarga ahamiyat berasizlar, ham havo tortadigan narsalarni qaranglar. Mebelni tepalariga yasab qilingan ekan, gazli bor, o'rtoqlar, hamma texnikalar to'ldirib qo'yilgan, eng zo'rlaridan mana eshikni tepalarigacha yasab boplab qo'yishibdi. Eshikni okamiz lekin palon pulga yasattirganman har bittasini dedilar. Keyin mana kulchatirlarga qaranglar. Hammasi sensorli. Ko'rasizlarmi? Mana shu o'zidan bilolsak bo'ladi. Endi kelinglar, bu tarafda alohida hojatxonasi, kir mashina, bu yoqda rakvinalarni ko'rsak bo'ladi. Va buni yonginasida alohida yuvinish xonasi. Mana shunaqa ko'rinishda dush, rakvina, yana qo'shimcha sushilka. Endi bu tarafda yotoqxona. Mana qaranglar. Televizor bor, mana bitta pardozandoz qiladigan jihozlar, xullas mebellar to'ldirib qo'yilgan. Mana bu tarafdagi mebellarni ham ko'rsatinglar. Katta qilib patologgacha yasalgan krashinli mebellar, remontlar o'zi yaqinda bitkazilgan, okamiz ozgina foydalangan ekanlar. Endi ba'zi bir sabablarga ko'ra hozir uchastkaga ko'chyapman. Shu sababdan sotib yuboryapman. Hammasini o'zim mehr bilan ancha-muncha pul ishlatib o'rgan holatda o'zimga qilgan edim deb aytdilar. $85 ming, 79 kvadrat metr kattalikda bu kadastr bo'yicha o'rtoqlar Yangi Hayot tumanida joylashgan. Qiziqqanlar pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib bosinglar lekin.
Amerikanskiy stilda qurilgan townhouse'larimizni tayyor patkuluvchi holatga keltirildi. O'rtoqlar, $91,000 dan chiqyapti, faqat soni cheklangan, ulgurib qolish kerak. Hovlisi kattagina qilingan, shlagbaundlar o'rnatilgan, begona mashinalar kirmaydi. Faqatgina o'zingizlarning mashinangiz ichkarida turadi. Hozir endi ichkarini sizlar bilan birgalikda hammasini ko'rib chiqamiz. Ketdi. Uyga kirib kelishimiz mana shunaqa yo'lak bilan boshlanyapti. Chiroyli pardalar qilib qo'yilgan, okalarimiz lekin boplab qo'yishibdi. Mana bu xonani ko'ringlar. Kattagina mehmonxona, minimalizm uslubida interyer ta'mirdan chiqarilgan. Bu yoqda ham bunaqa chiroyli pardalar moslab qo'yilgan, xonani ranglariga moslab turib, bu tarafda mana zinalarni ko'rishingiz mumkin. Endi o'rtoqlar, kelinglar. Mana oshxonaga olib kiraman. Oshxonamizni qaranglar. Mebel, texnika, hamma narsalar shkoflarigacha tayyor qilib yasatib qo'yilgan. Bu tarafda uyimizning hovlisiga chiqsak bo'ladi. Hovlimizda yozgi oshxonalar, yangi dachniy stullar, yashil hududlar, naveslar qilib, xullas juda chiroyli sharoit qilib qo'yishibdi. Proyektni lekin boplab qo'yishibdi. Yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Endi marhamat, birinchi qavatimiz uchun sam uzulli yuvinish xonasini, hojatxonalarni ko'radigan bo'lsak, buni yonginasida yotoqxonamiz joylashgan. Mana shunaqa kattagina keng yotoqxona, bu yoq burchagini garderob qilib ham foydalansak bo'ladi. Endi tepaga chiqamiz, ketdi. Ikkinchi qavatimizda 4 ta xona bor. O'rtoqlar, zinadan chiqqanda chap tarafdagi xonani ko'ramiz. Mana shunaqa ko'rinishda bu ikkinchi qavatimizdagi birinchi xona bo'lsa, buni yonginasida xuddi shunaqa ikkinchi xonamiz joylashgan. Marhamat. Va bu tarafda ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzlimizni ko'rishingiz mumkin. Yuvinish xonasi, hojatxonalarni. Endi mana zinadan chiqqanda o'ng tarafga yuradigan bo'lsak, ikkinchi qavatimizdagi bu uchinchi xona. Bu sal kichkinaroq ekan. Xohlaganlar bolalarga detskiy yoki garderobni qilib ham foydalansa bo'ladi. Mana bu mehmonxonamizning tepasidagi eng oxirgi ikkinchi qavatdagi 4-chi, umumiy hisobda 6-chi xonamiz. O'rtoqlar, narxi $91,000. Ulgurib qolinglar. Manzil Toshmi postidan kirganda Pobedada bo'lyapti. Qiziqqanlar uchun quruvchilar nomerlarini video ostiga yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar.